Hürmetli vatandaşlarımızı şiirimizi devamlaştırıyoruz. Endeki mavzu mındak. Canjadun. Teslim boldu dedi mavzulu haber. 2. ayının 11. günü Dovitor betedi ilan kılın. Haber mındak başlan. Cungo Amerika rehberleri 2. ayının 10. günü telefonda sözleşti. Amerika Hoş Müştaltının prezidenti Trump bir Cungo prensipini itiraf kıldı hem de Yaponiyanın veziri Shinzo Abe bilen birlikte katnaşkan muhbirlarını kütüp eleştirgana da mındak görset. Cungo'nun reisi Xi Jinping bilen ötközgen söhbet intayin illik boldu. Universal matbuatlar 2. ayının 11. günü mındak haber kıldı. 2. ayının 10. günü Prezident Trump reis Xi Jinping bilen telefonda sözleşti. Aksaray ahbaratı da mındak aşkarıldı. Reis Xi Jinping talep koygallıktan, talepka asasen Prezident Trump bir Cungo siyasi amel kılışka koşuldu. 11. günü Yaponiyanın veziri bilen birlikte muhbirlarını kütübeleştiğinde Prezident Trump tuncu kıtım Reis Xi Jinping bilen telefonda sözleşinin tafsilatını ilan kıldı. Prezident Trump mındak görsetti. Reis Xi Jinping bilen telefonda illik sözleştik. Oxşaşlı bir vakti yana Yaponiyaga kapalat berip, Amerika Cungo münasibetinin yaxşılanğanlığı Yaponiyaga tahdid elip kelmeydi. Aksine Yaponiya paydaga erişidi. Angliya pul muamele gazeti mındak görsetdi. Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping bilen telefonda söhbet elip barğanlığı Prezident Trump'ның Reis Xi Jinping bilen telefonda söhbet elip barğanlığı Amerika Cungo o'rtasidagi ciddi münasibetni pasaytish. Dikkat. Amerika Cungo o'rtasidagi ciddi münasibetni pasaytish ve Amerika Cungo münasibetida qo'l tutadigan xaris xarakterlik masalalarni hal qilishga yo'l tuzlaydi. Dikkat vatan. Cungo'ning Yaşar Vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump'ның bir Cungo siyasi yol qo'yishi Amerika bilan Cungo'ning davomli olg'a ilgirlaydiganligini ko'rsatdi. Lekin 15 yildan beri Cungo gumron bo'ladi deb hukm qilib kelayotgan janjadin Prezident Trump'ның telefon orqali Reis Xi Jinping bilan so'zlashganligini va bir Cungo siyosini e'tirof qilganligini tanqid qilib, Beijingning talablariga taslim bo'ldi deb ko'rsatdi. Amerika yani Cungo'nun Amerika turuşluq baş elçixanasıga xat tapşırıp Tayvan Cungo'nun bir ülkesi deb e'tirof qildi. Janjadın mındaq ko'rsatdi. Prezident Trump'ның yol qo'yishi haqiqatan Amerika bilan Cungo'nun davomli suhbatlashishiga vaziyat yaratdi. Lekin bu harakat hergiz aqlona harakat bo'lolmaydi. Bu harakatlar Amerika tez pikti degan qarashlarga asos bo'lib qoladi. Irodani bir qatim tekshirish orqali Cungoliklar o'zlarining osonlik g'alaba qilganligini his qiladi. Prezident Trump Cungoning o'ziga bo'lgan ishonchini va ko'rangligini o'stirib qo'ydi. Amerikaning ojizligini oshkorlab qo'ydi. Beijing endi taqobil turg'ili bo'lmaydigan bir holda o'zgardi. Prezident Trump resmi halda Beijing'e baş eğdi deb ko'rsatgan New York Vaqt gazeti yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump başlanış bilalla bir Cungo siyosatini eg'izga olmasligi kerak edi. Endi mana bu ko'z qarashdan chekindi. Washington Post gazeti mundaq hisobladi. Bir Cungo siyosatini hurmat qilishga qo'shilganligi Prezident Trump'ning urushmay turib çekin gelligidir. Endikileyle Tayvan Tashqi ishlar ministerligi nol nuqtada tasodifiy yuz bergan prinsiplar bo'yicha Amerika bilan zich munosabat bog'laymiz dedi. Mavzuli xabar 2. ayının 10. günü Dovitor betida e'lon qilindi. Matbuotlar xabar qilgandek, Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump'ning Cungo'ning Reis Xi Jinpingga bir parcha xat evatganligi bo'yicha Tayvan Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Pinglin mundaq ko'rsatdi. Amerika Tayvanning xalqaro jamiyatdagi muhim do'sti.
Amerikada yangi tayinlangan davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson, yangi tayinlangan davlat mudofaa ministri James Mattis qatorliq Amerikaning nopozliq amaldorlari Tayvan munosabatlar qonuni va 6 moddalik kapolatnoma qatorliq qonunlashgan hujjatlarga asoslanib Tayvanning bexatarligi to'g'risida va'da berib keldi. Amerika bilan Tayvan 0 hodisi yuz berish prinsipi bo'yicha quyuq munosabat saqlab keldi. Texnik mustahkam hamkorlik munosabatini taraqqiy qildi. Matbuotlarning xabar qilganidek Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungoning raisi Xi Jinpingga xat avatib, Jungo bilan qurilish xarakterli munosabatni taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini bildirdi. Hamda prezident Trump raisi Xi Jinping bilan telefonda so'zlashib, bir Jungo siyosatiga sodiq bo'ladiganligini bildirgan. Bir ish to'g'risida Tayvan Tashqi ishlar ministrligi 2-oyning 11-kuni axborot e'lon qilib, tuvandagi 4 nuqta bo'yicha bayonot e'lon qildi. Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Pinglin mundaq ta'kidladi. Oldi bilan Amerika Tayvan munosabati quyuq. Ikki tarafning aloqasi ravon. Prezident Trump bilan rais Xi Jinpingning aloqa qilganlik qaratda Tayvan bilan Amerika ikki taraf 0 nuqtada yuz bergan tadbir tasodifiy voqealar prinsipi bo'yicha quyuq munosabatlarni saqlaymiz. Ikkinchi, Amerika xalqaro jamiyati Tayvanning eng muhim do'sti. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Sharqiy Osiyo rayoning tinchligini muqimlik yuqori darajada e'tibor berganligini Tayvanga aniq. Shunga Amerika bilan Tayvanning yaxshi munosabatini saqlab, hamda Sharqiy Osiyoning vaziyat muqimligini ko'zda tutib, bu ishlarni Amerikaning davlat manfaati uchun intayin muhim deb hisoblaymiz. Uchinchi, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson va davlat mudofaa ministri James Mattis qatorliq nopozliq arboblarning bir qancha qatim oshkora holda Tayvanning prezident Trump hukumatining Tayvan munosabatlari qonuni va 6 turli kapolatnomaga asoslanib Tayvanning bexatarligi to'g'risida bergan va'dalarga alohida rahmat aytamiz. To'rtinchi, bayonotchi Wang Pinglin oxirida mundaq ko'rsatdi. Tayvan bilan Amerika o'rtasida aslida bor bo'lgan mustahkam asoslar asosida Amerika bilan bo'lgan munosabatni, hamkorlik munosabatini davomlashtirib, bu rayonning tinchligi, muqimligi uchun o'rtaq tuhfa qo'shimiz. Ko'rib o'tganlar hurmatli vatandoshim, Tayvan bu davlat siyosiy jihatda to'liq pishib yetilgan davlat ekan. Ayni chog'da prezident Trump apandi bir Jungo siyosati to'g'risida gumonlanganligini va buning amal qilishning nima zaruriyati bor deganligini nazarda tutganda, Jungoning yer shari vaqt gazeta qatorliq gazeta bir bog'liq yerlik va markaziy organ gazetlarining hammasi kayni sakrab o'tirg'i chiqqan edi. Qarang, Tayvan shu vaqtdimi xo'sh bo'lib ketmadi, guli qaqalari eshilib ketmadi, voy dod deb vaqirmidi, yoki maqola e'lon qilib tabriklamadi, eg'ir besiqliq bilan o'zini tutib olib muomala qilgan edi. Mana orada 2 oydek vaqt o'tganda vaziyat bundoq o'zgargandimi, Tayvan yana o'zini tutib olish, ya'ni pishqan siyosiy jihat, pishqan bir davlatlik ekanligini isbotlab yuqori qadar bayonotlar qildi.